Ha, gapiring. Salom hammaga. Bugun 3-kun. Biz mana yo'lga chiqamiz, Gostinsadan chiqdik. Ha, bu yerda mashinamiz kutib turibdi. Bagajni sekin yopamiz. Hyundai Accent. Tusonaga. Mana ko'chalarni qaranglar, torligini. Yo'q, qorda qiyin bo'lsa kerak. Xo'p, hozir qaroki balonni yechib oldik. Unaqa kirib ketgan ekan. Samarez deydimi? Mana yechib oldi, yamayapti. Aka. Mashinani olishimiz bilan muammolar. Necha bu ham yaxshiligiga? Bu ham yaxshiligi. Zato yarim yo'lda bo'lib qolmadi, endi chiqayotganimizda bo'lyapti. Endi hozir yamab olsak, keyin yo'lga chiqib ketamiz. Всё, да? Сколько будет? Ничего не нужно. Ничего не нужно. Вы наш брат. Ничего не нужно. А не нужно? Ага. Спасибо, брат. Спасибо. Передайте привет к узбекскому народу. Спасибо. Pul olmadi. Ko'rasizlar? Menga vashi yo'qdi Ozarbayjon xalqi. Krasavchik bor, bizda agar O'zbekistonda bo'lganda qilib olardi. Turist deganda. Biz просто unaqa qardosh biza degan gap qotdi-da, kerak emas deyapti. Gap yo'q, krasavchik oladi. Mana shunga yaxshi xalq ekan. Menga yoqdi. Menga o'xshagan odam ekanda. Mana kelasizlar agar mashinalar buzilib qolsa Ozarbayjonga masjidga. Teker Temiri. Masjiddan. Bizani kadrimiz bor. Bankomat bormi-kan? Biz hozir birinchi bizda pit stop Qobistonga keldik. Bu yerda Mana turistlar ham bor. men bu birinchi nima olish kerak, bilet olish kerak. Nima deydi? İbtidoiy odamlarning yozgan yozuvlari bor. Nimadir derdi uni, pay bilan ketdi. Xo'p, mana bu muzey. Mana bu yerda informatsiyalar berishgan. Qanaqa? Bu Ozarbayjoncha yozilgan ekan. Biz hozir ham yozamiz. Aytdi, biz Qobistonda tepada Abshiron, mana shu qism Baku. Mana shu qism Baku. Hozir keyingi viloyat Qobistonda biz. Bu yerda endi o'zlari chizishgan yangi, original emas bu. Shunaqa muzey qilib qo'yishgan mana. Aytiladi, har xil narsalarni ko'rsa bo'ladi mana. Mana o'sha unaqa yozuvlar yozilgan joyga chiqamiz hozir. Mashinada tog'larning orasidan o'tamiz. Har xil qarsang toshlar. Qozog'iston qo'l bilan tegish mumkin emas ekan. Qo'l bilan tegish mumkin emas ekan. Qo'l bilan tegish mumkin emas. Hoppa. Shunaqa ekskursiya yo'lagiga qilib qo'yishgan. Toshlar orasidan ham o'tib borilar ekan. Bitta odamlar yuribdi. Mushuq ham bor. Bu yerda biza o'zbeklar. Menimcha biza yagona o'zbek biza yo'q. Ilon bor ekan. Ha, ilon bor. Qo'y bilib yo'qdimi ilon bor ekan. Почти o'zbek ko'rmadik-da. Bitta opalarni ko'rib qoldik. 2-3 ta yosh katta xolal yurgandi, o'zbekcha gapirib. Voy. Atak o'zbek ko'rmadik umuman. Yosh o'zbeklar yo'q bizda tengilar. O'z samolyotda ham kelganimizda aksar ozarbayjonliklar keldi. Yosh kattalar o'zbeklar keldi. Yosh katta o'zbeklar bor, yoshlar yo'q. Birinchi biza ko'rayotgan rasm. Odam qo'lida qilichi bormi, nimadir tepada nimadir chizilgan. Hop, yuring. Mana bu yerda tushuntirgan ekan. Yuring. Yuray. Yo'q, zaten orqaga qo'yish yurish yoqmas. Endichi. Chunki yoshlik yo'q hozir yoqmayapti. Yoshligimda qo'yish yuraverib qarab ketganman-da. Mana qaranglar, mana yerda buqami, sigirmi? Mana mana yerda. Odamchalar olaydigan. Lekin shu odamchalarni topolmayapman-da. Ha, mana odamchalar.
Mana odamchalar. Oldda chizilgan, ha, mana bu yerda ko'rsatgan ekan nimalar chizilganligini. Qiziq. Echki, odam, sigir, ho'kiz. Nima yapsiz bunaga? Короче, bilan yo'llar zo'r ekan. Tekis faqat tekisligiga yaxshi emas ekan. Odam zerikib qolgan, uxlagisi kelar ekan. Ya biz O'zbekiston yo'llari o'rganib qolganmiz uchun. Tekislik. Bu tomon tekislik trasadan ketamiz. Dalalar o'zimiz yo'llarga o'xshar ekan. Keyin yana bitta Камера контроля скорости. Поворотchi yo'qsa, bu tarafdagi qaysi taraf pоворotchi yo'qsa, o'sha orqadagi mashina sekinlashib turar ekan yo'l berish uchun. Bizga bo'lsa, vaqtlar turadi. Keyin radarlari ham ko'rinib turar ekan. Mana. Yashirinib qo'ymagan ekan. Hozircha shu yo'llar bitta yaxshi. Mashina ham ko'p emas, mashina ham bemalol yuradi. Mashina kamligi yaxshi zo'r ekan. Yo'l shahariy. Layli. O'z tumanga tushib qoldik, sekinroq. Mana tumanda birinchi marta. Hech nima ko'rinmayapti. Xuddi ertagidagi joylarga kelayotganmiz. Anaqa Harry Potterda bo'ladi, mana shu tumanga kirib ketadi. Tuman, daraxtlar. Harry Potter saroyi nima edi? Bilmayman. O'sha saroyga ketamiz. Sut ekanda. Xo'p, qaranglar, biz hozir Ganja viloyati Gugul degan tumaniga tepaga chiqib ketyapmiz. Mana shunaqa monumentlarga ko'zimiz tushib qoldi, to'xtadik yo'l ustida, mana tog', tuman, yomg'ir yog'yapti. Ya bu uchun to'xtamadik, biz anaqa tuman uchun to'xtadik. Mana bu rasmlar, mana daraxtlar, tog'da. Bu yerda kelsak, mana haykallar hammasi turibdi. Sex Zaman, mana qarang. Muhashib Ganjaviy, Qudsi Ganjaviy, Abu Bakr Ganjaviy, Asad Ganjaviy, xuddi shunaqa hammasi Ganjaviylar, har xil zamonda yashab o'tgan odamlar ekanda. Va eng o'sha peshka deydimi, to'rida, mana yerda bizada Nizomiy Ganjaviyni ana haykali bor ekan. Shu odam adashmasam shoir bo'lgan, mana adabiyot kitobda o'qigandik-da. Eshitganman u. Nizomiy Ganjaviy adashmasam o'sha Hamza yozgan odam bu ham. Navoiy bilan o'sha bir xil darajada turadigan unaqalardan adib deydimi, shoir deydimi. Hamsasi bor edi Nizomiy Ganjaviy. Lekin Navoiydan 300 yil oldin tug'ilgan ekan. 1141-1209 yashab o'tgan. Mana shu odam peshkada turibdi. Bu yerda Afrosiyob degan odam o'tgan ekan. Eramizdan oldingi 11-minilliklarda yashagan odam. Bu ham demak Ganjadan bo'lgan. Tog'dan anaqa tuman chiqishgan qarang. Yo'lga qarab ketyapmiz, hali ham yo'lda biz mana bu yerda. Endi buni kamera ko'rsatib bermayapti-da. Tumanni ko'rsatyapmi? Tuman, короче, u yoqda pastida ham jarlik, daraxtlar, kuz, sariq. Hozir bu uncha sal qurilganroq joylar ekan. Bu video qo'ymaymiz. Yomon joylar chiqyapti, kadrlar chiqyapti. Voydan, vashey bor. Yo'lga qarang. Mana bu tomosha qilsam maylimi? Mana bor. Yo'l oling. Voy, vashey bor. Bu joyga borgan uni qo'yib yuborsa bo'ladi. Qaysini? Sen yaratgan olamni aytalar. Daraxtlarni qaranglar, oltin kuzda haqiqiy. Mana bu yoqqa o'tirib, choy kofe ichsa, masalan, choy ichsa, bilan qarang. Nimani? Qishloqchani qarang. Qishloqcha nemetskimi? Знаю. Ha, nemetskiy. Mana biz yetib keldik Gugul Milliy parkiga. Xayr, mana bizni kutib olishyapti. Bitta narsa so'rayman-da, ertakmi bu? Yo, tush ko'ryapmizmi biz? Nima edi bu? Qand bu? Biz uchun tush. Ko'zimizda nerealni chiroyli joyda. Nerealni. Biz o'ylayotganki. Xo'p, biz Gugulga yetib keldik. Mana bunaqa manzara bizda. Opa. Bu tomonda ham. Va mana bu yerda shashlichok aytgan biz.
Murabbo, vashi alohida tema bo'lyapti. Choyni qanaqadir ichiga o't o'lan solar ekan, bir xil ish qilib. Mana choy, limon ustiga malinoviy murabbo yomon ketyapti-yu. Usmonaga qarab o'tirmasdan suhotdi. Mana brinza. Shundoq sigara hidi kelib turibdi-da, tabiiy. Salat. Bu ham o'zining tomorqasida chiqqan, katta ehtimol. Nima bor bu yerda? No. O'zbekistonga kelgan qanday bo'lding? Hammasi prям ideal. Menga вообще yo'q. Xo'p, azizlar, biz Go'ygulga keldik. Axiri keldik. Mana manzara. Tushib kelyapmiz, tepadan tushib kelyapmiz daraxtlar orasidan. Prosta Tayyor turinglar. Bilmadim. Men umrimda hali bunaqa manzara ko'rmaganman, to'g'risi. Mana Go'ygul. Ayiq bor ekan bu yoqda. Mana Go'ygul. Qaytdi, ayiq bordi. Ayiq bor ekan. Ana tepasiga chiqsa bo'larmikan-a? Hozir zakat yomoni bo'ladi lekin Usmon aka. Zakat yomoni mana shu yerda bo'ladi. Tumanlarni qaranglar turishini. Ko'ryapti kameraga? Mana o'sha ko'l. Mana o'sha Go'ygul. Xo'p, mana Go'yguldan hozir qaytdik. Ko'rsatdim sizlarga. O'sha tuman bosdi Go'ygul ustini ham ko'rinmayapti. Mana bu joy bor-ku, hozir tuman bilan ko'rinish uy. O'ta qo'rqinchli kinolardagi ana Wednesday, Harry Potterda uylar o'sha qorong'i tumanli ko'rinyapti. Yuring. Chiqamiz tepaga desam, Usmon aka, yo ayiq bor. Qo'rqibdi. Yozib qo'yibdi o'zi. Baland gapirmaylar, ayiq chiqadi degan. Biz uylab yuribmiz ko'chada. 80-85 legendamish. Ikkalamiz tuman ayiq chiqsa nima qilamiz? Hech kim yo'q bizdan boshqa. Ishonasizmi? Shu katta joy. O'rmon. Anshit. Kutmaganimdan Hech kim yo'q. Bunaqa kamchilikka yana vaqti odam bo'lmaydi. Odam ko'p bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin joy juda chiroyli-da. Endi mahalliy xalq aytishi bo'yicha bu yerda yozda odam ko'p bo'ladi, qishda hech kim kelmaydi. O'sha uchun anaqalari ham, gostinsalari ham hamma joy yopiq ekan. Mana shu orqadagi zdaniya ham gostinsa ekan, faqat menimcha yozda ishlaydi. Hozir yopiq. Yana bilmadim, arvoh chiqqanmi ekan. Astag'firullah. Ayub birortasini yeb ketgan bo'lsa, yopib yuborishgandir-da. Chiqolar ekan, yavros bermoq. Hali tumanni o'tishimiz kerak. Hali to'z tumanlarni ichida o'tamiz. Kelinglar, onasi tersa kelinglar. Joylarni ko'ringlar. Lekin yana boshqa videodan ko'raylik do'stlarimiz. Kelamiz deysa, qachon bo'lsa ham kelardim. Olib kelamiz. Ular bilan birga kelardim. Bilet pulini ko'tarsalar bu. Yusufxon kelasizmi? Keyingi safar xudo xolasa. Uydagilarni olib keladigan joy ekan. Dam olib, ko'l, вообще chiroyli-da. Ko'rdingizlar o'zlaringiz. O'ta go'zal. Hoppa. Endi qarang. Hop. Qorong'u svet yo'q. Sekin tushamiz. Qo'rqinchli. Yana qo'rqib ekan. Sekin ketyapmiz. Chunki urildim amma. Chunki urildi Usmon aka. O'zim bo'lsam ham qo'rqmasdim-da. Xo'p, mana biz Ganjada hozir Ganja shaharida. Genje deyilgan ozarbayjonliklarning o'zi. Короче, bu shaharni odamlari Bakuga nisbatan ancha vaqtli ular ekan. Chunki ko'chada itdan boshqa hech kim yo'q. Biz bor faqat. Hop, o'ynayman deyapti, ko'ryapsizmi? Emas hammalar. Bor ket. Bunaqasi bo'ling. Mana garaj mashg'ulotga keldi. Hozir kirsak ham Короче, hozir biz Latif sizlar. Hozir biz Ozarbayjondagi Parijdamiz. Shunaqa. Geydar Aliyev nomidagi parkning yonida turibmiz. Orqamizdagi bino xuddi Parijdagi nomini bilmayman, ijozatdan bilmaydi. O'shanga o'xshagan. Mana bu kuchuk Ko'rinmayapti. Orqamizdan yuribdi. Ha, Usmon aka yoqtirib qoldi. sevib qolish ko'rsatdi. Короче, shunaqa. Parijga borish qiyinlik bo'lsa, Ozarbayjonga kelsanglar ham bitta ko'rib ketasizlar. Baku emas lekin bu. Baku emas. Genje degan shahar, Ganja.
Ozarbayjon ikkinchi poytaxti ekan. Shunaqa ikkinchi poytaxt. Короче, vlogda ko'rishguncha. Xayr. Или vlogda keyingi videolarni ko'ramiz yoki-da Yo, bugun 3-kun tugadi. Ha, 3-kun tugadi. tugadi. 4-kun videosini kutib qoling. 3 kun biza bilan bo'lganinglar uchun rahmat. Davay. Давай.